bugun biz darsdan tashqari mashg'ulotimizda Arduino hamda ultrazvuk, ya'ni ultratovushni o'lchaydigan qurilmalarimiz yordamida masofani o'lchovchi qurilma yasadik o'zimiz. Buni masalan amaliyotda ham hozir ko'rsak bo'ladi. Bu yerga ekran ham joylaganmiz. Ekranda qancha masofa, hozir buni temir borligi sababli 28 sm ko'rsatib turibdi. Masofani ekranda bemalol ko'rsak bo'ladi. Masalan 25 sm ga qo'yganimizda ham 25 da o'lchab ko'rsatadi. 24-25 sm ga ko'rsatadi. Bundan tashqari biz dasturlash jarayonida 20 sm dan buyog'iga o'tganda tovush chiqaradi, ya'ni signal ishlab ketishi kerak bo'ladi. Biz bu narsani ham tekshirib ko'ramiz amaliyotda. Mana o'sha 19 ga o'tishim bilan, 18-19 sm ga o'tishim bilan ovoz chiqaryapti. Nafaqat ovoz chiqaradi, undan tashqari bu yoqda qizil letimiz ham yonadi. Masalan, o'sha ovoz chiqaradi, hamda santimetr, necha santimetr va qancha masofada to'siq borligini ko'rib borishimiz mumkin. Bugun biz darsdan tashqari mashg'ulotimizda ushbu qurilmani o'zimiz mustaqil yasadik.